Tasavvur qiling, siz yo'lda ketyapsiz yoki mashinada kimnidir kutib turibsiz. Unda eng zo'r hamroh sizga Sardor kafesi. Timboli ish vaqti ham 7 dan 22:00 gacha. Dastavka xizmatlari ham bor ekan. Bunda shunda ochganimizda salvetkasi chiqadi. Bu yoqda to'y oshlari har kuni 7 dan 22:00 gacha ish vaqtlari, milliy taom, to'y osh, shashlik, salatlar. Bu yoqda polni menyulari bor ekan. Bizda eng zo'r hamroh yo'lga mana bunaqa hot-doglarimiz. Agarda u bukimni kutib turgan bo'lsangiz, yo'lda to'xtamasdan ovqatlanib ketaman deydigan bo'lsangiz, tabiiy nonga bo'lgan, tabiiy kaboblar. Timboli noni to'stir bo'ladi, issiq mana ko'ryapsizmi mana. Sho'rvalari bilan bismillahirrohmanirrohim. Juda ham ajoyib. Ichimlikni o'zizga qarab olaverasiz. Men bugun burgut ichkim keldi bitta. Aziz akaning gaplari esimga tushib ketdi, energiyam tugab qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zim yomon mazza bo'ladi-da. Bitta qiyma yarimta non. Bor yo'g'i 23 ming so'm bunaqa piyozlarni kam soldirdim o'zimga. O'zi aslida piyozi ko'p bo'ladi. Vaqti mazali. Noni bormi? To'stirga bosadi. Noni ham issiq, svejiy bo'ladi. Nonni o'zi ham ketadi даже yesiz. Hammalarni mana shunaqa shashlarni yeyishga taklif qilamiz. Sardor kafesi mana bu tomonimizda